erkakni nafsi deyotgan ayollar, erkakni nafsi buzuqligini bilarkansizlar, shu nafsi yo'li bilan qalbiga kiringlar. Nafsi buzuq bo'lsa, o'sha nafsi yo'lida qalbiga kiringlar. O'sha ko'chani ayollari aynan shu yo'ldan foydalanib eringlarni olib qo'yadi. Neujeli sizlar pok bo'lib turib, eringlar bilan o'rtalarda nikoh bor, zaks bor, haloliylar bo'lib turib, ko'nglini olmaysizlar. Ulardan optinglarni oshiringlar. Men faqat u ma'noda gapirmayapman. Ularni har tomonlama aqli ishlaydi, shirin gapiradi, chiroyli kutib oladi, o'ylaydiki, ayol kishi shunaqa bo'lishi kerak degan miyasida signal paydo qilib qo'yadi ular. Sizlar uyda o'tirib shunaqa qilinglar. Uyda o'tirib qilinglar. Ish, bola chaqa qochib ketmaydi. Bolalar ertaga uylanib, erga tegib, o'z uyli joyli bo'lib ketadi. Ota-onalar o'lgandan keyin, qaynona-qaynotalar o'lgandan keyin sizlar bilan faqat eringlar qoladi. Agar baxtli bo'lishni xohlasanglar, o'tirib olib noligandan ko'ra turib harakat qilinglar. Qachon ajrashib bo'lib, mana menda oilali bo'lishim kerak deb o'sha erimizni birovga berib qo'ygandan keyin aqlimiz ishlab qolib, erimiz bor paytda yosh boladek jinnini yoqib, soddani yoqib yuramiz-ku. Erdan ajrashgandan keyin sirazi aqlli bo'lib qolamiz, sirazi ishbilarmon bo'lib qolamiz. O'sha narsani er bilan yashayotganda ham qilish kerak. O'shanaqa ayol erga ham yoqadi. O'shaning uchun biz qattiq bo'lishimiz kerak, kuchli bo'lishimiz kerak. Qattigidir ko'chadagi suchkalarga berib qo'ymaysizlar eringlarni, to'g'rimi? Alam qiladi-yu sizlarga. Er bermo, jon bermo dedinglarmi, turib harakat qilinglar. Shukronada gap katta. Meni gapimga ishonmasanglar ham Allohning va'dasiga ishoninglar. Sen shukr qilgin, men senga ziyoda qilaman deb. Eringlarga har kuni menga vafoli deb shukrona yozsanglar, o'sha mana men degan jaylolar kelsa ham ilmiydi bir joyiga erkak kishi.